3 bormi, 4 bormi, 5 bormi ertamandan kechgacha yuramiz. Ashlarni oyligini ko'tarsin. Конечно, o'qituvchilarning oyligi baland bo'lishi kerak. Nimaga? U rahbardan ko'ra uni mas'uliyati ancha kuchli bo'ladi. Umuman o'qituvchilar emas. Umuman O'zbekistonda oyliklar meni fikrim pastroq. Bu oylikka yashab bo'lmaydi. Hadeb rahbarlarni emas, muzikantlarni ham oyligini ko'tarib berishini xohlayman. Ko'tarsin. Boshliqlardan ko'ra ishchilarniki mas'uliyati ko'p bo'ladi-da. Xursandmiz, oyligi oshsin, rahbarlarni doimo qo'llab-quvvatlab turish kerak. O'qituvchilarga ko'tarilsin qizim, o'qituvchilar bilim beradiyu bolalarga o'zimiz vaqtida o'qita olmasak, bolalarga vaqt ajrata olmasak, malades o'qituvchilariga. Yaxshi, ijobiy, nima bo'lardi? Ular ham mehnat qilyapti, oyligini olish kerak-da. Albatta tarbiyachilar, o'qituvchilarnikida asosan mehnatda ishlar qiladi. Ularga oshsin. Biz muzikantlarga oshmayapti. 1-sentyabrdan maktab direktorlari va maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining oylik maoshlari oshishi to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Bu haqda hamyurtlarimizning fikrlarini tinglaymiz. Endi fikrimiz shu, oyliklar ko'tarishni xohlaymiz. Oyliklar past bo'lmasin. O'zbekistonda oyliklar juda ham past. Shaxsan mening fikrim shu. Umuman o'qituvchilar emas. Umuman O'zbekistonda oyliklar mening fikrim pastroq. Bu oylikka yashab bo'lmaydi. Ko'proq bo'lsa hammamizga ham yaxshi. Ularga oshsin. Biz muzikantlarga oshmayapti. Biz muzikantlar o'zi tadbirda, boshqa narsalarni, mana bu bog'cha maktablarga ko'rsatadigan asosiy muzikantda. Mashlarda oyligini ko'tarish kerak. 3 bormi, 4 bormi, 5 bormi ertamandan kechgacha yuramiz. Ashlarni oyligini ko'tarsin. Asosiy muzikantlar ko'tariladi, o'zi ko'taradi maktablarda, bog'chalarda. Rahbarlar kelib tadbirlar ko'ryaptimi? Mana chiroyli qilib chiqarib beryapmizmi? Ashlarni rahbarlarni ko'rsatadigan, bog'chani ko'rsatadigan muzikantlar, biz muzikantlarning oyligini ozmuncha ko'tarib berishsin. Hech bo'lmasa 2 million, 2,5 million qilib berishsin oylikni. Sal bola chaqamizga nimalarga yetishsin, uydagi ro'zg'orlarimizga yetadi. Beni qaynam qiladi ro'zg'or, men qilmayman. Agar men qiladigan bo'lsam, opshim yetmaydi. Sir bo'lmasa oylik maoshingiz necha pul? 1 million 700 ming bo'ladi. Bu kundalik xarajatlarga, ro'zg'orga yetadimi? Yo'q, yetmaydi, umuman yetmaydi. O'zingiz ko'rib, bolalarimiz bog'chada, xudo xohlasa maktabga boradi, ularga kiyim qilish kerak. Bog'chaga o'zingiz ko'rib, har oyda undan tashqari ichidagi chiqimlar bo'ladi. O'zimizni yurish turishimiz, mana borib kelish, yo'l kira haqlarimiz yetmaydi bu narsa. Shuning uchun men aytaman, hadeb rahbarlarni emas, muzikantlarni ham oyligini ko'tarib berishini xohlayman. Ko'tarsin. O'qituvchilarga ko'tarilsin qizim, o'qituvchilar bilim beradiyu bolalarga o'zimiz vaqtida o'qita olmasak, bolalarga vaqt ajrata olmasak, malades o'qituvchilariga. Yaxshi bilim bergani yaxshi, o'qituvchilarning oyligini ko'taringlar. Bog'chalarda sharoitlari qanaqa? Sizga sharoitlardan ko'nglingiz to'ladimi? To'layapti, hozir xususiy bog'chalar ko'payib ketdi-yu, yaxshi e'tibor berib, yaxshi qarayapti bolalarimizga. Ovqatlari, hamma narsa. Ovqatlari yaxshi, menyulari yaxshi. Yaxshi, xursand bo'lyapmiz. Yaxshi, ijobiy, nima bo'lardi? Ular ham mehnat qilyapti, oyligini olish kerak-da, bola. Meni fikrim, bu ularni oyligini oshirsa yaxshi. Direktorlar ham mana jonini berib, jon fido qilmay o'zimizning direktorimizdan misol, Nargiza Sherzodovna kuni-kun maktabda rassozlar olib boradi. Mayli oshsin oyliklari, zam direktorlarimiz ham, direktor o'rinbosarlarim oyligi oshishiga 100% qo'shilaman. Конечно, o'qituvchilarning oyligi baland bo'lishi kerak. Nimaga? U rahbardan ko'ra uni mas'uliyati ancha kuchli bo'ladi. Keyin o'qituvchilar qandaydir baribir ularga tushayotgan zimma ancha rahbarlardan yaxshi deb o'ylayman. Tarbiyachi o'qituvchilarga oshgan yaxshi. Nimaga? Tarbiya beradi bolalarga. Tarbiyachilar boshliqlardan ko'ra ishchilarniki mas'uliyati ko'p bo'ladi-da. Shularga bo'lgani yaxshi menimcha. Rahbarning ishi ham mas'uliyatli-ku. To'g'ri, lekin menimcha shuna deb o'ylayman. Endi hamma narsaning plyus minus tarafi bo'ladi. Agar o'zimdan kelib chiqib bo'lajak pedagog sifatida gapiradigan bo'lsam, albatta bizning oyligimiz oshgani yaxshi. O'zim ham boshlang'ich ta'limda, maktabgacha ta'lim bunaqasi sohasida o'qiyman. Menimcha rahbarlardan ko'ra o'qituvchilarning oyligi ko'proq oshgani yaxshi deb o'ylayman. Chunki rahbar o'zi rahbarda. Taqidak o'z ustidan oyligi baland bo'ladi deb o'ylayman ularni. Lekin har xil sharoitdagi o'qituvchilar bo'ladi-da, misol uchun. Jonkuyar o'qituvchilar bor, yurakdan o'tadigan, shunchaki o'tadiganlar ham bor-da. Holatiga qarab, ularning ish stajiga qarab, bilim doirasiga qarab, aqliy faoliyatiga qarab turib, menimcha o'qituvchilarning oyligi oshgani juda ham zo'r deb o'ylayman men. Agar o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, Tarbiyachilarga oshgan ma'qulroq ekan.
Bog'chadagilarniki ham rosa ularni ishlar mas'uliyatli. Bitta bolaga biz o'zimiz qancha pul ketamiz. Ular 25-30 ta bolaga tarbiya beradi. Ularga ko'proq oshish kerak deb o'ylayman. Sizni fikringiz? Men ham shunaqa o'qituvchilarga oylik oshishi kerak. Chunki ularning mehnati haqiqiy halol, vijdonan ishlashadi. Erta kundan asab tolalari yemiriladi. Lekin rahbarlarda ham ishlari mas'uliyatli. Rahbarlarga ham mas'uliyatli. Endi hozir ko'p больницаlarda nima bo'lsa, nima deydi, bemor bo'lsa shuncha oylik to'laydigan qilib qo'ydi-yu, rahbarlar ham shunaqa qilish kerak. Qancha ishchisi bo'lsa shunga qarab oylik olish kerak. Bog'chalarda sharoitlardan ko'ngillar to'ladimi? Ovqatlari, tarbiyachilarda ularga e'tibori bolalarga. Bog'chalarda oldin bilsangiz, nima bor edi? Tekshiruv bo'lardi, pitaniya tekshiruvi. Hozir shu narsa yo'q, pitaniyasi juda tushib ketgan. Ayniqsa xususiy bog'chalar. Hech kim tekshirmaydi ham, xabar olmaydi. Masalan, bu bog'cha yoqmasa, keyingisiga olib boramiz bolalarni. Unisi yoqmasa, bunisiga. Oylik to'lovi ham katta. Shu xususiy bog'chalar ko'p bo'lgani bilan ko'pi nima deydi? Unaqa talabga javob bermaydi. O'z rosa bog'chada ishlayman, tarbiyachi bo'lib. Fikrim yaxshi, bolaga qarash oson emas, rahbarlarga ham oson emas. Qani yaxshi bo'lardi, oilalarimiz ko'tamiz. Yaxshi bo'ldi. Ular ham mehnatiga yarasha haq olishga haqqi bor, loyiq insonlar. Chunki ularning mehnati ham munosib taqdirlanish kerak, baholanish kerak. To'g'ri bo'pti. Rahbar bo'lish oson emas. Rahbarlik hammaga ham emas. Xursandmiz, oyligi oshsin, rahbarlarni doimo qo'llab-quvvatlab turish kerak. O'qituvchilarni-chi? O'qituvchilarni ham. Rahbarlar yaxshi oylik olsa, o'qituvchilar ham xudo xolasa yaxshi oyliklar, mana sertifikatlar tashkil etilyapti. Qatnashamiz, olamiz xudo xolasa. O'qituvchilar uchun sharoitlar yaratilgan. Mana sertifikatlar, milliy sertifikatlar, xalqaro sertifikatlarni olib, mana ustozlarimiz oyliklari ham ancha ko'tarilib qolgan, mamnun ustozlar. Bundan keyin ham rivojlanish davom etadi. Bundan keyin ham o'qituvchiga e'tibor qaratilyapti. Mana bundan keyin ham qaratilsa, jamiyatimizni rivojiga juda katta ta'sir qilardi degan umiddamiz. 1-sentyabrdan O'zbekistondagi maktab direktorlari, ularning o'rinbosarlari, shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalari rahbarlarining ish haqi miqdori oshiriladi. Maktab direktorlarining bazaviy tarif stavkasi 20% ga, o'rinbosarlarning bazaviy tarif stavkasi esa 15% ga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining bazaviy tarif stavkasi ularni 3 va 4 toifali maktab direktorlari o'rinbosarlari tarif stavkalariga tenglashtirish orqali oshiriladi. Shuningdek, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining hududiy bo'linmalari xodimlarini uzoq muddat xizmati uchun rag'batlantirish tizimi joriy etilmoqda. Ta'lim tizimidagi taxminan 15 ming amaldor ish staji uchun mukofot olishi kutilmoqda. Maktab xodimlari uchun mukofotlar miqdori oshiriladi. U mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 75% gacha etib belgilanadi.